Ano, pastdagi qo'shnimiz Nigor bor-ku. Xo'sh. O'sha eriga xiyonat qilayotgan ekan. Tushunmadim. Nimaga paket tashlab yubordingiz? Men hayron bo'ldim. Nima siz hayron bo'lsangiz paketlarni tashlab yuborasizmi? Hayron qolsang sen ham tashlab yuborasan? Hech ham. Men hayron bo'lsam tashlab yubormayman paketlarni. Yo'q-e. Bo'pti, o'shachi. O'sha qo'shnimiz Nigor bor-ku. Men bilan yuradi. Nima? Ne tashlab yubording? Ana, sen ham hayron bo'lsang tashlab yuborar ekansan-ku. Yo, siz to'xtang, gap aylantirmang. Nigor men bilan yuradi deysizmi? Seni hayron qoldirish uchun aytdim. Yo'q, to'xtang. Nigor men bilan yuradi deysizmi? Bu meni fokusimda emas. Seni hayron qoldirish uchun aytdim. Yur. Aniqmi? Aniq. Adasi. Nima? Ana qo'shnimiz Nigor bor-ku. Ezvording, xo'pmi? Nimaga shu Nigorga gapirsam har doim jahlingiz chiqadi? Undan ko'ra o'rganing. O'sha qo'shnimiz Nigorning eri har kuni unga gulli sovg'a qilar ekan. Siz qachon sovg'a qilasiz? Shumi problema? Shu. Bo'l. Erta ishdan kelayotganda olib kelaman. Bo'ldimi? Faqat Nigordan so'rab qo'ygan qanaqa gul yaxshi ko'rishini. Nima dedingiz? Xo'p, o'rtoqlar, meni diqqat bilan tinglanglar. Hozir bilasizlar, butun dunyo bo'yicha ayollarga ham, erkaklarga ham nisbatan zo'ravonlik kuchaygan. Shuning uchun hamma tushunadigan tilda jest o'ylab topishgan, ya'ni sekretniy jest. Agarda sizni kimdir zo'rlab qiynayotgan bo'lsa, mana shu jestni ishlatsanglar, hamma tushunadi. Bu yerdagi nima qilyapsiz? Men video olayotgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Non olib kelmadingizmi? Voy, esimdan chiqib, hozir olib kelaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Non olib kelmadingizmi? Voy, esimdan chiqibdi. Bor o'zing tushib olib chiq. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Non olib kelmadingizmi? Men shuni vaqt aytmaysan-ku. Necha marta aytish kerak sizga? Har doim kelganimdan gapirasan. Bolamlar o'tirgan bo'ladi. Nima ish qilmayapsiz? Har doim shu ahvol. Bir og'iz aytmaysan men. Boshimga chiqmagan bo'ldi. Mana o'rtoqlar, ajralish degan balo va nihoyat bizni ham oilamizga yetib keldi. Erimning aytishlari bo'yicha, akazitsa men bir tiyinga qimmat, befoyda xotin ekanman. Men unaqa deganim yo'q. Ha nima dedingiz unda? Ovqat ust bersang ham bo'lardi dedim. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz.